jonim mani, shirinim mani, yotishini ko'ryapsizlarmi? Oyijonisi aytadilar, shuncha kutdim Zulayho opa, chiroyli qilib bermasangiz bo'lmaydi dedilar. Mana adasini kopiyasi. O'zimga o'xshaydi deb o'ylagan ekanlar. Yig'lashini ko'ryapsizlarmi? Hozir videolarini qo'yaman. Adasiga qornim ochib ketdi desalar, adasi ishonmasdan sabr qil debdilar-da. Keyin mana shu hozir videosini qo'yib beraman yig'laganini ko'rib. Rost mana to'palan qilyapti. Qilishini ko'rdinglarmi? Yoqdim. Mani maqtab qo'yish esinglardan chiqmasin. Tillarini ozgina chiqaryapti, bu yerda endi uncha bilinmayapti. Qizaloqmiz. Shunaqa adasini kopiyasi bo'lgan qizaloq. Mana. Jonim mani, bular hammasi rasmlari 3D deyiladi. Oyijonlar, endi sizlarga 4D videolarini ko'rsataman. 3D, 4D birgalikda qilinadi bizada.